200 kilometr yo'l, olis Qo'shrabot, Oqchapsoy qishlog'i, qirlar orasidagi ravon, ammo ilon izli yo'llarda Navoiy chegarasigacha adashib bordik. Lekin bu bizni to'xtata olmadi. Men izlagan suv ombori tarixiy yodgorliklar qatorida. Bundan 2 yil oldin efirga lavha tayyorlagan edim va nihoyat yana shu manzildaman. O'sha paytda meni ko'rib qo'rqib ketgan ilon bola chaqali bo'lib ketgan shekilli, bu safar oldimdan chiqmadi. Men esa suv kam bo'lsa ham kinolardagi kabi qaqrab yorilib yotgan joyda mazza qildim. Ayni paytda men suv omborining eng tubidaman. Atigi 3-4 oydan so'ng aynan mana shu joy suv bilan to'ladi, 25-30 metrgacha. Va bu manzil Samarqand viloyatining olis Qo'shrabot tumani Oqchapsoy qishlog'ida joylashgan. Zo'ra. Suv omborining eng pastki qismida mana shunaqangi chuqurchalar bor, juda ham ko'p ular va biz tushunmayapmiz bu nima ekanligini. Bilganlar izohlarda qoldiringlar. Siz nima deb o'ylaysiz? Bular nimaning izi bo'lib qolgan? Samarqandning hali ochilmagan sirlari juda ko'p. So'lim go'shalar, tarixiy manzillar. Siz xohlaysizmi? Yana shunaqa joylarni ko'rsataman. Izohlarda yozib qoldiring. Insofingiz ham yo'q-e? Endi savol, men qanaqa qilib chiqaman bu yerdan? Qanaqa qilib tushgan bo'lsang, shunaqa qilib chiqasan-da, deydigan odam yo'q. Chunki odam yo'q.